Ko'pchilik Gmail pochta ochishni bilmas ekan. Hosila bilan birgalikda ochamiz. Uning uchun pochtamizga kirib olamiz. Kirganingizdan keyin mana bu ikonkani bosasizlar. Bosganingizda pastda sizlarning o'zingizlarni nimalar keladi? Har xil pochtalar va добавить account degan joyiga kirasizlar. Kirganingizda Google tanlaysizlar. Xohlasanglar Mail.ru ochsanglar bo'ladi. Xilma-xillar bor. Asosan Google da ishlagan ma'qul. Google bosamiz. Hop, создать аккаунтni bosamiz. Для личного использования bosamiz. Mana bu yerdan ismimizni yozishimiz mumkin. Tam Farangi Zaynobidinova, допустим. Ism familiyani yozasizlar o'zingizlarni. Xohlagan odamning ism familiyasini yozsanglar bo'ladi. Mana bu yerdan tug'ilgan kun, tak 22 qilib, davay. Любой bitta oy tanlab olman, и год. 1998 qo'yib bo'pti. Pol qiz bola. Например, hamma o'zini tug'ilgan kun, oy, yillarni hammasini yozishi kerak. Mana bu yerda sizlarga o'zi beradi. Har xil variantlarni, bitta variantni tanlab, masalan, mana shu variantni tanlayman. Shu variantni tanlab turib, Daliyani bosasizlar. Parol qo'yasizlar. Deylu, telefoningizning oxirgi nomeri deylu. 99 66 55, например, и orqasidan ismingni yozib qo'yinglar xohlasanglar. Tak. Giz qo'yaman. Daliyani bossanglar bo'ldi, ochilib ketadi sizlarda. Juda ham oson, juda ham oddiy. Ochishni o'rganib olsanglar, ko'p ishlar qilsanglar bo'ladi.